Farzand jinsini rejalashtirishda qonli yangilanish nazariyasi ham zo'r ish beradi. Demak, sizlar bilan qonli yangilanish nazariyasini hozir ko'rib chiqamiz. Buning uchun demak siz eringizni yoshini yozasiz. Men taxminiy yozdim endi. Va eringizni yoshini 4 ga bo'lasiz. 4 bu doimiy son o'rtog'i. Demak, nech chiqadi? 7 0 chiqadi. 0 ham katta ahamiyatliga og'ir tushuntiraman. Demak, o'zingiz yoshingiz. Ayol uchun gapiryapman. Demak, buni bo'lamiz 3 ga. Ne chiqadi? 8,6 chiqadi. O'rtoqlar, mana bu 4 va 3 bu doimiy son. Mana bular o'zgaruvchan. Misol uchun, ruboy erkak yoshi, ruboy ayol yoshi yozilaveradi. Lekin shu nimalarga bo'linaveradi, sonlarga bo'linaveradi. Endi chiqqan javoblardan demak tahlil qilamiz o'rtoqlar. Qaranglar o'rtoqlar. Bu yerda bizga kerak. Kimi qoldiq soni kichik. Bu yerda kimi kichik? Bu 6, bu 0. Demak, erini soni chiqqan natijasi kichik chiqyapti. Demak, Xudo xolasa, siz rejalashtirayotgan, bu yoshda siz rejalashtirayotgan farzand jinsi Xudo xolasa o'g'il bo'ladi. Albatta bu nazariya, lekin bu qiziqarli nazariyani sinab ko'rishingiz mumkin. Ushbu ma'lumotni albatta yaqinlaringiz bilan ulashib, ularni hayratda qoldiring.